Farzandlar 5 xil bo'ladi. Birinchi, ota-onasi buyurgan narsani qilmaydi. Bunday farzand ota-onasiga oq bo'lib qolishi mumkin. Ikkinchi, ota-onasi buyurgan narsani yoqtirmay qiladi. Bunday farzand ajru savobga erishmaydi. Uchinchi, aytilgan ishni qiladi, ammo minnat bilan uf tortib, ovozini balandlatib qiladi. Bunday farzand gunohga botadi. To'rtinchi, buyurilgan ishni chin ko'ngildan qiladi va buning uchun ajr savob oladi. Ammo bunday farzandlar kamdir. Beshinchi, ota-onasi hali aytmay turib, ular xohlagan narsani qiladi. Mana shunday farzand ota-onaga yaxshilik qilganlarga va'da qilgan savoblarga erishadi. Bunday farzandlar juda nodir bo'ladi. Shu oxirgi 2 xil farzandlarning umri va rizqi barakotli, qalbi shod